Dadasi, bu anu mahallani boshidagi bolani rasmlari, bu ma'lumotlar sizga qayerdan kelib qoldi? Agar bilsayding bu rasmlar menga qanchalik ko'p pul olib kelishini. Voy, kim beradi sizga? Qanday qilib? Nega? Bermasin, internetga shunday qo'yib yuboraman deb qo'rqitaman, yugurib olib beradi. Dadasi. Boshqa birovga tegishli bo'lgan surat va ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarda qo'rqitish yo'li bilan surati egasidan pul talab qilgan fuqaro Jizzaxda aniqlandi. Bizga taqdim etilgan ma'lumotlarda aytilishicha, Forish tumani Bog'don mahallasida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan fuqaro o'zidan 3 yosh kichik tanishini u haqdagi shaxsiy va sir saqlanishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bilan qo'rqitib 10 million so'm talab qilgan. Tadbir davomida u ushbu pullar hisobidan 5 million so'mini bank plastik kartasiga o'tkazib olgan vaqtida protsessual tartibda ushlangan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu shaxs avval ham jinoyat sodir etgani, xususan o'g'irlik qilganligi uchun 2 marotaba sudlangan. Qonunchilikda bunday jinoyat uchun vaziyatning og'ir yengilligiga qarab 3 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Ayni paytda tergov harakatlari davom etmoqda. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, shaxsiy ma'lumotlarni asrash, turli shubhali takliflar va qo'rqituvlarga uchramaslik uchun ehtiyotkor bo'lish, noqonuniy harakatlarga guvoh bo'lganda esa darhol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish zarur. Tovlamachilikni o'ziga kasb qilib, o'zgalar ishlab topgan pul evaziga yashashni istayotganlar, unutmang, bu kabi mablag'lar hech qachon yaxshilikka buyurmaydi. Qolaversa, qonun posbonlari bor ekan, shu kabi firibgarliklar fosh etilmasdan qolmaydi.